Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xo'p, ismingiz nima? Ismim Madina Bonu. Xo'p, yaxshi. Yoshingiz nechada? Yoshim 14 da. 14. Ajoyib. Siz hozir arab tilini o'rganmoqda ekansiz. Ha, shunaqa. Savod o'quv markazida. Aynan Savod o'quv markazini tanlashiga nima sabab bo'ldi? Hop, meni yaqin insonim shu yerga kelib o'qishni tavsiya qildi. Keyin men bu yerga kelib o'qib ko'rdim. Birinchi kun o'qib ko'rdim. Juda ham yoqdi ustozlari, o'rgatishlari juda ham yoqdi. Shuning uchun bu yerda o'qiyotganimga 1 oydan oshdi. Xo'p. Bundan oldin arab tili bo'yicha o'qiganmisiz? Ha, kamida 3 yilcha oldin o'qiganman. Ma'lum bir sabablarga ko'ra tashlab qo'ygan edim. Sizda hozirgi kunda arab tilini o'rganishingizga kim yordam beryapti? O'qituvchingiz kim? Hop, bu yerda meni o'qituvchi Muhammad Amin ismli o'qituvchi. Ular вообще juda ham zo'r o'rgatar ekanlar. Hamma narsani tochka verguligacha, uyga vazifalarda ham umuman qiynalmayotganim yo'q. Sizga yana eng asosiy yoqqan taraflari nimalar? Qo'shimcha qilib ayta olasizmi? Bu juda ham qulay, uyimga yaqin juda ham. O'zim yaqin insonlarim bilan bemalol kelib keta olaman. Boshqalarga tavsiya qilarmidingiz? Ha, sizlar ham kelib o'qib ko'ringlar, juda ham sizlarga yoqadi. Ustozlari ham hammasi muomalasi zo'r. Sizlarga ham tavsiya qilaman o'qishni.